Dostlar, assalomu alaykum. Buyursa bugun har bir storiesga so'roq-javob qilib, jo'nali so'roq-javob qilib, aqchalarni o'ynatib ketamiz. Xudo buyursa, agarda siz birinchilardan bo'lib topgan bo'lsangiz, biz sizga aqchangizni solib beramiz. Hamma screenshot qilib jo'natamiz. Stories kirgizsam, ko'ringizlar. Kim to'g'ri javob topgan bo'lsa, o'shalarga sonun ayvay ko'p aqchalar belgilariz bo'ladi buyursa, inshaalloh. Aqcha o'tamiz. Do'stlar, bu Arafat yuradi. Qarangizlar, kishlar ayvay ko'p. Arqamda Arafat to'g'isi. Endi so'rov, eng birinchi Arafat to'g'isida qaysi payg'ambar ibodat qilgan? Savol. Assalomu alaykum do'stlar. Arqamda turgan Zavr Nunkuri, bu joqda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning Abu Bakr radhiyallohu anhu kuyogan Nunkur. Bu yerga Abu Bakr radhiyallohu anhuning qizi tamoq tashigan. O'sha qizining ati kim topgan bo'lsa, eng birinchi topgan bo'lsa, mendan aqchalay belek bor. Ketdik ana.